3 yoshimdan boshlab shu kasallikka chalinganman. Olib bormagan joylari qolmagan, bilolmaymiz. Даже ellikka ellik o'lim holatlari borligi uchun dadam mayli kerak emas, o'sha yonimda yurganing yaxshi. Yuragim og'rib kelyapti, nafasim chiqmasdan shunaqa holatlar bo'ldi menda. Keyin doktorga ko'rindim. Juda yomon holatlar kutmoqda sizni, 2 yilgacha umringiz qolgan, o'lim xavfi bor deyishdi-da. Lekin men harakat qilishni boshladim yana. Borib ko'rsatyapmiz, keyinchalik uji keshyapti, uni Hindistonga olib borish kerak yoki chetga olib borib davolatish kerak deb mablag'imiz yetmadi. Kelolmadik chetga. Ancha vaqt o'tib ketdi orada. Men bu fondni topganim ko'p vaqt bo'lmadi. O'tga ariza tashladim. Hech qanaqa vaqt o'tmagan bo'lsa ham meni qo'llab-quvvatlab mana shu yergacha alhamdulillah olib keldilar. Men kutmagandim bunaqa darajada bo'ladi deb. Mana shu sinimda operatsiyasi uchun tayyorgarlik, yopishib turgan suyaklarni uzoqlashtirib, operatsiya yengil o'tishi uchun shu narsani qo'yilgan. Lechiniyadamiz, yaqinda endi birinchi operatsiyam, yana 20 kun mana shu uskuna boshimda turar ekan. Undan keyin yana operatsiya. Shu ikkita operatsiyadan o'tib olsam, Xudo xolasa marra meniki. Necha yillar davomida men shu narsani orzu qilgandim. Yaxshi bo'lay, sog'lom bo'lay deb orzu qilgandim. Men shu orzularimga erishdim. Bizga ko'mak bo'lganinglar uchun sizlarga juda ham katta rahmat deb qolaman.